Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Bugun Chislo 3-may 2025 yil. Bizda O'lakandosh Shanba mol bozorini syomka qilib ketamiz akalar. Hammasini olganmiz, hammasi bitta rolikga chiqadi. Chiqarib ketsa bitta like qilib bozorasizlar. Biz sizlarga kelib bozorlardan narx-navolarni aytib o'tamiz. Maktab bir narsani ko'rib qoldim. Sayyozi setkasi bor ekan. 20 bittadan chiqadi dedingiz bittasi. Bo'lsa olamiz ham, bo'lsa olamiz. Sotib olaveradilar ham, hozir sotib olaveradi. 1,5 ming somon deyapsiz-a? Arzon qilib beramiz ha. 3 ovunni 1,5 ming somon deyaptilar. 1200, 1300 da beraman deyaptilar. Mana shu oldiga telefon qilasizlar. Kimga kerak bo'lsa ko'rib qoldi. Meni ko'pchilik so'raydi. Faqat rossiyskiy bo'lish kerak. Ha, bu rossiyskiy-a bu? Ha, hammada rossiyskiy bo'ladi. Bu rossiyskiy bo'lish kerak. Tamam. Tamam, gap yo'q aka. Zo'r akani ko'pchilik so'raydi, shunga olib qo'ydim. Kartochka bilan. Kartochka qancha, tog'a? Kartochka qancha? 3,5 so'mdan kartochka. Endi dalcha Qashaq bozoriga boramiz. O'tir. Faqat biyda qolibdi xolos. 27-28 so'mdan bo'ladi ekan. Yangi biydalar. Mayin kattasiga qarab, mana samosvalli bor, bu tarafda portiyada, tare gazda. 27-28 so'mdan yangi biydan narx. Kimga biyda kerak bo'lsa, telefon qilaverasizlar, prinslar nomerini berib yuboramiz. Bunojillar sotilgan variantda sizlarga mana aytib o'tamiz. 16,5 ga sotilgan, 16,500 so'mga. Shonizda 1050 so'mga savdo ishlagan. Bunojillar farbi savdo ishlagan. Bunisi 12,700. 9,700 inas savdo ishlagan. 11,700 so'mga buni sotilgan. 11,300 ga buni sotilgan. Yozda 80 dayin, yozda 700 inas sotilgan. 15,000 so'm savdo ishlagan. 15,000 so'mga bu sotilgan. Bunojil boqaydiganlar mana shunga qarab chamani olib sotaverasizlar. Semiz bunojillar. Bunisi qisir sigir, o'zi qoralari bunojil. Ba'da qator sotilganlar. Bunojil bozor avjida bugun. 22,500 so'mga sotilgan ekan mana shu navoz. 1050 so'mga savdo ishlaydi. Zo'r ekan navoz. Malades. Mana qisir 13,5 ga sotildi. 8,500 inas savdo ishlaydi. Bu yerda aytdi, bebala sigir 20 ta suti bilan sotilgan ekan 17,5 ming so'mga. Shuni sizlarga ko'rsatib o'tay mana. 17,5 ming so'mga bebala 20 ta suti. Bebacha 7,500 savdo ishlaydi, 20 litr shirasha. Balasi o'lib qolgan, o'zi sotildi. Lekin sigir zo'r, bitta bala topib qo'ysa chotki bo'ladi. O'lakandosh Shanba mol bozori, qisir bozoridan boshlaymiz sizlarga rolikni akalar. Aytda mana sotilganlarni sizlarga aytib o'tdik. Dalcha tomosha qilaversa bag'ini, egallardan narx-navoni biz sizlarga narx-navoni aytib o'tamiz. Like, podpiska, kommentlarni bozorda shunday chiqaradi akalar. Qancha bo'ladi ekan? Nech pul bo'ladi bu? Qancha bo'ladi aka? 20 ming. 20 ming? 20 ming so'm bozor narx qiladi mana shu bunojini. 5,000 so'm bozor narx qiladi bunojini. Zo'r. Aka buni nech pul savdo qildi? Qancha bo'ladi aka? 16 ming so'm bozor narx qildi yoshim. Qisir sigir jamoasi. 16,000 so'm bozor narx qilasiz. Buyoqqa bunojin bozor. Qancha bo'lyapti? 12,300 so'm. 9,800 so'm siyoh bunojin. Hali ikkita qisir. Bu tarafdan ovoz bozor. Aytdi sotilganlar bor edi, sizlar sotilganlarni aytib o'tay, narx-navosi bilan. Qancha o'tdi aka? Bilmayman, 3,40 ming kerak. Qancha 3,5? Bu shu 3,5-na? Egasi yo'q, siz uni ana siz yo'q boq egasi bo'ldi, tamom. 3 tasini 40 ming so'm. Bugun tushmaysiz. Assalomu alaykum.
Başı bu nargisi 40 ming bo'lyapti. Tamam. 40 ming so'm 3 tane savdo qilyapti. Birinchisi oq, ikkinchisi mana bu targ'ibashari. Bu uchinchisi. 4000 so'm setishi bozor narxi ro'z. Bu yerda mana bu shvetscha oqning o'rnida turgan. Bu bilan buni sotilgan 30300 so'mga mana shu ikkita sotilgan. Bunisi zo'r ekan lekin oldi keti chopga kelishgan ekan. Bular qancha bo'ldi? Narxini bilmaysizmi aka? Savdo bo'lyapti. 5 ming so'm buni savdo qilishyapti. 15000 so'm bozor narxi ro'z maylasha. Bu tarafda bugun mollar siyraklar, oxir bozor bo'lgan yo'q, prosta mollar siyraklar. Hisobdan inovatga olib qo'yasizlar, aytibdi sotildi, 15,5 savdo qilyapti, sotibdi. Qancha bo'ladi ekan? Habib qancha? 18200. 18200 so'm. 18200 so'm bozor narxi ro'z. Qancha sotildi bu? Ha, reis. Qancha sotildi? 20 ming qilyapti. Ha, savdo bo'lyapti. Qanchaga? 20500 qilyapti. 20500 qilib tushdingiz a? 20500 qilyapti. Uyga o'tib boramiz, tanishlar. Yoki Ketadimi? Berganiga borka bor baraka. Tamam. 20500 narx qilyapti ekan. 20550 so'm bozor narxi. Akmal aka. Bu yerdan olmaslar. G'ulom aka, zilchi sotdingizmi, G'ulom aka? Qanchaga? 87 dan. Uchovni ham. Bo'ldi, xarid zamonni. Hozir xarid zamonni живой весga sotilibdi bunisi. Chilahafi живой вес savdoshdagi. Bu ikkita 87 so'mdan so'yishga. Ha, beray. 3 ta sotilgan uchovi ham. So'yishga bular ketdi, bu tarafda boqmalar. Mayli, gap besan shunisi. To'g'ri narx chiqdimi yo chiqqan yo'qmi hozir? 18,5 ha? 18,5 bozor narxiga. 18500 so'm bozor narxi degan. Nech pul narxida aka? Salom alaykum. 21600 so'm. Bizga 1800 so'm bozor narxi. Tamam, bor qaytdiki? Bor qaytdi. O'qiyasiz bitamen. Qaytida anavdi. Sentrda. Anavdi o'zami? Tamam. Chot kuchdilar aka. Bo'ldi. Nech pul bo'lyapti ekan? Bilmadim. Ye? 14 deyapti egasi. Egasi 14 ming so'm bozor so'ragan chavandada. 14 deyapti ekan egasi. Aka chang kadar düşe? Salom alaykum. Chang kadar düşe? Siyah. 37 ming so'm bozorda. Siyah 1000 so'm hadishi bozorda qilasiz. Kamardan da paroda gitti. 7 fort. Qancha bo'lyapti kamari? Yaxshi. 52 dan. 52 so'mdan taroziga bozor narxi bor. 57 so'mni taroziga bozor narxi bor. Odatda katta navoz. Sotdingizmi Uktam aka? Qanchaga? Ha? 3. 33,5 ming. Bumi? Ha, bu 33,5 ming so'mga sotib. Necha kilo? 690 yaxshi. 33,5 ming so'mga sotilgan. 690 kilo chiqqan ekan. Zo'r ekan. Simiz navosida shunday gaplar. Qancha bo'ladi ekan aka? 15300. Ha? 15300. 15300 so'm. Fonga 1080 so'm bozor narxi berasiz.
Qancha to'xtar aka ikkovi? Assalomu alaykum. 36 ha, ikkitasi. 36 ming so'm mana shu ikkitani bozordan oldim. Ikkita kalb gibrid. Kata bo'layotgan avosada. 60,000 so'm har shu bozordan olib kerak. Dilmot nega? Maydalarda shunday gaplar. Qaysi bir savdo bo'lyapti bitta hozir? Naqdi? Bular qanchada? Ha, polvon? Bilmaysanmi? Bo'ldi, yangida bo'ldi. Sotilganlar. Qancha o'tdi? Aka bitta ag'uz keldi. Yomon aka. Qancha sotildi? Sotilganmi? Aka bitta 11,100. 11,100 so'm savdo qiladi. aka. Ha, bag'da savdo. Yozda 1000 bozordan olib keladi. Qancha bo'ladi? Qancha? Qara, 22. 22 ming. 22 ming. Ha, erkin ko'rsin, erkin ko'r, eskomda. 22 ming so'm mana shu ikkita avozcha bozor narxi bor. Bo'ldi abi. Oldimi endi? Oldim aka. Erkin akam ko'rsin mana. Tamam. Ko'radilar. Sira silbon qiladi. Ha, Otabek, qanchaga berasan? Qancha beradi? 22 22,5 bo'lsa bo'ldi, tamam. Bu qancha bo'ladi ekan? O'zi yaxshi bilasan. Katta o'zingiz ayting. Ish pul bo'ladi aka? 10500 ga. 10,500 so'm. 10,500 so'm. O qancha ekan? Ikkovi bittami? Ish pul savdo qildi? 24? 24 ming so'm shu ikkalasini bozor narxiga. 4,000 so'm har shu bozor narxiga. Aytdik aka. Yangiqishloqniki. Yaxshi. Aka o'shan qaroqmi? Har bir şey. Bistudini mazor. Buloji. Ha, YouTube aka. Moli parse. Bistudini mazor so'm bozor narxiga. Ha, donor qancha oldingiz? 12 ming. Oldingiz. 12 ming so'mga sotilgan. Navbatchi. 12,000 ga savdo qildi. Ikkoni 24 qildi. 24 oldim aka. Syomka qildim 24 ming. Yaxshi. Yaxshimi shu? Bo'ladi. 12dan. Bo'ladi. Ana shu 12 ga sotilibdi. Istudinim 22,5 ming so'm. Qancha bo'ladi ekan bu? Nima? Champurga olsang aka? Dahkardan. Dahkardan 10,000 so'm, 10 ming so'm bozor narxiga. Satang g'unojincha. Qancha bo'ldi bu? 10,5. 10,5? 10,500 so'm bo'ldi. Bag'i g'unojin bozorga keldi. Aka ish pul savdo qildi buni? 7 ming? 7 ming so'm bunisini. Bu qancha bo'lgan aka? 9,100 so'm bozor narxiga o'zini. Buni o'jillarda ham shunaqa gaplar. Yog'i sotilganlar ham bor, ham sotilgancha ham bor. Bilamiz qancha sotilgan. Bu qancha sotildi bu? 11. 11 ming so'm. Yozda 1000 so'm savdo ishligi. Pastda qator hammasi sotilgan. Qancha bo'ldi ikkovi? Inash 12,80, inash 11,80. Yozda 80, 12,80. 11,300, 12,300 sotildi. Barakasini bersin. Semiz g'onoji. Yog'da qo'yib bozor. Kelaverasizlar mana. Qanchadan narx chiqdi aka? 4000. 4000dan 4100. 4000 4000dan 4300 so'mgacha savdosi bo'ladi. Qo'chqorlar.
Bu yerda sotilganlar. Ayta qo'zi bor ekan ikkita. Qo'zini bilaylikchi. Aka bu qancha pulli qo'zichalar? Qo'zichalarda ularni 21 dan qiladi. Qo'chqor. 2100 so'mdan savdo qilyapti. Ikkita qo'zi qo'chqorcha. 2700 so'mga bozor narxi biroz. Qo'chqor barra. Hech pul narxi qildi bu? 4350 so'm. Qo'chqor. Qo'chqorcha baland. 4350 somon. Enabala balachasi qo'chqorcha. Ocha bacha 4850 so'm. Bacha qo'chqor. Men ocha bacha. Bular enabalami aka? Yo'q. Sirmi? Bichma. Bu bichma. Qancha qildi bichma? 2300 so'm bularchi? Ha, sizniki emasmi? Bo'ldi. Bichma qo'chqor. 2300 so'm bozor narxi. Dag'da enabala mana. Balasi egizmi aka? Erkakmi? Yo'q, Qancha qildi? 4200. 4200. Ballari ikkovi ham urg'ochi ekan. 4200 so'm bozor narxi. 4200 so'm bozor narxi. Bachosh ha dushan moda. Qancha qildingiz? 35. Qaysi birini? Nechtasini savdo qilishdi aka? Hammasi. Qancha? Har xil. Qancha davom? Har xil qilyapti. Ha. Ko'tara savdo bo'lgan yo'q hali. 1,5 2000 shundoq savdo bo'lyapti ekan bular. Yaxshi zo'r. Sog'lig'im bular? Yaxshi. Yo, narxini ayting, tamom. Sizga 5600 so'm. 3 ta qo'chqor, qo'lakan nozuki. Qancha zo'r ishlab so'm, hozir sesini bozor narxidagi. Hammasi qo'chqor bor. Erkakmi qo'chqor? Hajda. 1800 so'm qo'chqorcha. 1800 so'm. Qancha bo'ladi bu? Ayting. Ha? 1200 dan. Dusadi, 1000 dusadi. 1100 dan. Urg'ochilar. Qancha bo'ldi aka bular? 37. 37. Nasib qiladi. Aynan. Tamam. Nusha champur saldı bu. Nusha bana dedi. Nusha bana dedi da 900 so'mga shu ichkini sotishmoqda. Zo'r tushdi. Buni narxini aytdi akalar. Qo'y bozorda shunaqa gaplar. Buni bilaylik, shular qancha ekan? Qanchadan bo'lyapti aka bular? 300 mingdan bo'ladi. Urg'ocha. Bitta erkagi bor ichida. Qolgan bari urg'ochi. 1920 so'mdan bozor savdo qilyapti. Yaxshi zo'r. Bular. Bular qanchadan o'tdi? Qanchadan o'tdi aka? Bilmaysizmi? Zo'r ekan, yaxshi. Bu bozorda shunaqa gaplar. Bu yoqda inabarlar bor ekan. Aka qanchadan bo'lyapti inabarlar? 4000 dan do'stlar. 4000 dan? Ha, endi har xil. Ha, erkak urg'ochi balasiga qarab 4000 dan bozor so'rayapti. Ha, 4000 dan so'ragani bor, 38 dan so'ragani bor, Ha. 35 ga so'ragani bor. 35 dan 4000 gacha so'ragani bor ekan. Balasiga qarab, yoshiga qarab. Erkak urg'ochi balasiga, yoshiga qarab 3500 so'mdan 4000 so'mgacha mana shu yerda bor ekan. 3 ta, 6 ta, 7 ta ona bola bo'ladigan bo'lsa, shunaqda bor. Shunga qarab orientir olaverasizlar. Yoshi ham bu, yoshi kattasi ham bu. 8500 tomon sarqaydi, to 4000 tomon hamincha darmashma bo'ladi bacha. Qo'y bozorda shunday gaplar bo'ladi. Qancha sotildi bu endi aka? 2. 2. Qo'chqorcha 2000 so'mga sotilgan. Variantda. 2000 so'mga savdo ishladi. Qo'chqor barra. Bu tarafda bozor.
kelaverasizlar varianti mana shu yerda. Qancha bo'ldi bu 18? 1800 so'm bunisi o'zi. Bu ona balami? Ona bola. Balasi nima aka? Soliq. Qancha qildik? 3. Ha? 3. 3000 so'm bozor narxi. Yana balachasi urg'ochi. 3000 so'm bozor narxidagi ochi bachash moda, men ochash, men bachash. Balasi o'zidan yaxshi. Qancha o'tdi ikkovi aka? 29 dan qiling. 29 dan. 2900 so'mdan. Shaq ushqor. Shaq ushqor. 1000 so'm. Zo'r. Aka siz yaxshisiz? Qancha qildik o'n? 2200 2,5 qiladi. O'ltirib qo'ysin. 200 u 2,5 so'm. O'ltirib qo'zilar. Bozor narxiga zo'r jirnoq qo'yishdi. Aka siz qanchadan aka? La 23 dan qilyapti. 23 tana bular. Ularni 2300 so'mdan. Bozor narx qilishyapti. Adresimizda. Bu ikov qancha o'tdi? Bu ikov qancha o'tdi? Savdo bilan yo'qmi? Savdo yo'qmi? Bu narxni aytgis kelmaydi. Qancha qildi ikovni? 74. 7900 so'm mana bu ikkita. Hafazor 400 so'm. Qancha sotilibdi bu? Asobo qancha oldingiz bular? Qancha oldingiz? Tushmisiz. 1180 4000 unisi. 1180 4000 bunisi. Chotkimiz? Amol bozorga o'ting aka. Iye. 1180 4000 so'm. 4180 4000 so'm sotilgan. Mag'nojin bozor. Like, podpiska, kommentariy shunaqangi mol bozorlardan narx-navo chiqarasizlar.